AQSh Venesuela qarama-qarshiligi kulminatsion nuqtaga yetdi. Amerika Nikolas Maduroni hokimiyatdan ag'dardi. 3-yanvarga o'tar kechasi Venesuela poytaxti Caracas shahrida bir nechta portlash ovozlari eshitildi. Odamlar pastlab uchgan samolyotlarga guvoh bo'ldi. Shaharning harbiy baza joylashgan qismida elektr ta'minoti uzilib, u yerda ham portlashlar kuzatildi. Hukumat AQShni harbiy tajovuzda ayblab bayonot berdi. Rasmiy xabarda prezident Maduro umummilliy favqulodda holat e'lon qilgani aytilgan edi. Lekin tez orada Maduro yo'qolib qolgani haqida xabarlar tarqala boshladi. Ko'p o'tmay AQSh prezidenti Donald Trump katta sahnaga chiqib, Nikolas Maduro hokimiyatdan ag'darilganini tasdiqladi. Amerika Qo'shma Shtatlari Venesuelaga qarshi yirik hujumni muvaffaqiyatli amalga oshirdi. Prezident Nikolas Maduro xotini bilan birga asir olinib, mamlakatdan olib chiqib ketildi, deya yozdi Trump o'zining ijtimoiy tarmog'ida. AQSh prezidenti bugun Toshkent vaqti bilan soat 21:00 da matbuot anjumani o'tkazishini ma'lum qildi. Tafsilotlarni Kun.uzda kuzatib boring.